Farroshmisa, farroshligingni qil. Do'stim, oyog'ini artib tursangiz bo'lardi. Farroshmisa, farroshligingni qil. Undan go'rs. Abdulloh xonasi qaysi ko'rsatib? Oxiridan o'ng qo'ldagi eshik. Abdulloh ukam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? O'tiring, marhamat. Ha, aka, yaxshi keldingizmi? Tuzimsiz? Ha ukam, yaxshi rahmat. Ish bor devding, keldim. Ha, bo'ldi, aka. Unda xo'jayin bo'shab olsinlar, men tanishtirib qo'yaman sizlarni. Mana xo'jayinning o'zlari. Xo'jayin chaqirtirgan odam keluvdilar, tanishinglar. Ukam Abdulloh, bu odam bilan tanish bo'ldim. Bo'sh o'rin yo'q hozir. Javobini berib ol. Aka, uzr, sizni ham chaqirtirib qo'ydim. Tushunmadim xo'jayinning bunaqa qilganlarini. Abdulloh, men ham tushunmadim. Xo'jayin bo'lsalar nimaga farrosh qilib yuribdilar? Aka, xo'jayin qiynalgan oilada katta bo'lganlar-da. Qo'ying, xo'jayin mashinalarni nima qilib aytsam bermaydi. Bo'lmasa farrosh ham bor. Bir haftada bir marta mashinalarni qilib turmasam bo'lmaydi deydilar. O'zligim yo'qotib qo'ymasligim uchun kim edim, kim bo'ldim deydilar-da. Men yarim soatda kelaman, bo'ldi? Uzr, bilmay qolman. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, odam bo'ling. Uzr.